Narxi arzon bo'lsin, sifati a'lo, chiroyli uy bo'lsin deb uy qidirib yuribsizmi? Mana sizga xuddi shunaqa uy topdik. Krush, o'ng qo'limizda kattagina oshxonamiz bor. Bu yoqda oppoqqina chiroyli kuxonli mebellar ham o'rnatilgan. Bemalol oilaviy ovqatlanib, bolalarni ham shu yerda o'ynatib o'tirsangiz bo'ladi. Oshxonaning ro'parasida esa kattagina keng zal, bu yoqda ham ko'pchilik mehmonlarni bemalol kutib olsangiz bo'ladi. Keyingi xonamiz esa родительский spalni. Uylarimiz juda ham chiroyli uslubda remont qilingan, new klassik uslubida. Ichida o'zini sanuzillari bilan birgalikda. Uy ichidagi ko'plab gilam, parda, konditsioner kabi ko'plab uy jihozlari mijoz bilan kelishilgan holatda qoldirilib ketish ehtimoli yuqori. Keyingi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Mana 3 ta bolaga mo'ljallangan ekan. Uylarimiz keng va yorug', bolalar yugurib bemalol qo'llashmacha o'ynab yursa ham bo'ladi. Koridor qismidagi hojatxona hamda hammom qulaylik uchun razdelnik qilingan. Uy qurilishida juda ham sifatli xomashyolardan foydalanilgan. Yana bitta jetski xonamizning qulaylik tarafi oyna o'rniga eshik o'rnatilgan orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Uy umumiy maydoni 6 sotun tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek, orqa taraflari ham kengina. Lokatsiya zo'r, infrastruktura qulay. Uyimiz shundoqqina yo'l yuzida joylashgan. Zamonaviy avtomat pultli darvozalar o'rnatilgan. Imorat hovlining qoq o'rtasiga joylashgan bo'lib, old qismiga shunaqa bir necha mashinalaringiz bemalol sig'adi. Uy egalari o'zimiz butun umr yashaymiz deb yaxshi niyatlar bilan qurib bitkazishgan. Vaziyat taqozosi bilan hozirda zudlik bilan sotuvga qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, zelyoniy zonasiga chiroyli qilib gazonlar ekib qo'yilgan. Hovlisida bemalol kattagina to'ylar ham qilsangiz bo'ladi. Uzun yo'lakcha orqali orqa hovliga o'tamiz. Bu yoqda bemalol keng maydonga ega o'choqlar qo'yib qo'yilgan. Orqa hovlini xolasangiz sklad qilasiz yoki ekin-tekin qilib bog'roq qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam keyinchalik xonalarni ko'paytirib xona qursangiz ham bo'ladi. Suv, gaz, svet, Wi-Fi internetlardan umuman muammo yo'q. Mana ko'rib turganingizdek kotelniklar ideal holatda. Qish kunida otopleniyadan ham muammo yo'q. Qishda issiqqina, yozda muzdekkina, shaboda esib turadi, havosi toza joyda joylashgan. Shoshiling, tezda uy egalari bilan bog'laning. Bunaqa narxda, bunaqa chiroyli, ideal darajadagi uylarimiz tez sotilib ketish ehtimoli yuqori. Videoni chiroyli narxlarda, chiroyli uy qidirib yurgan qarindoshlarga jo'natamiz. Yurakchani bosib qo'ygan har bir kuzatuvchimizga xuddi shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin.